Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan ingliz tilidagi artikellar mavzusini o'rganamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki sizga bugun ushbu qisqa videoda artikellar mavzusini oson usulda tushuntirib beraman. Xo'p, unda boshladik. Artikellar ingliz tilida 3 ta artikel bor. Ular a, an hamda the artikellari. Artikellar o'zi nima? Artikellar bu small words before nouns, ya'ni otlardan oldin keladigan kichik so'zlar hisoblanadi. Artikel a artikelni biz qachon va qanday holatlarda ishlatamiz? A artikeli consonant sound, ya'ni undosh tovushlar hamda singular noun, birlik otlar oldidan ishlatilinadi. Undosh tovush bilan boshlanadigan birlik otlar ular qaysilar? Misol uchun a cat, a book, a university. Ya'ni bu yerda cat so'zidagi C harfi undosh, book so'zidagi B harfi ham undosh. Shuning uchun biz a artikelni ishlatdik. Ana endi university so'ziga keladigan bo'lsak, e'tibor bering, university so'zi u ya'ni unli harf bilan yozilgan bo'lsa ham biz talaffuzda yo deb aytamiz, ya'ni undosh tovush bilan boshlanadi. Shuning uchun ham biz a artikelni ishlatamiz. Ana endi an artikeliga o'tamiz. An artikelni biz qachon va qanday holatlarda ishlatamiz? An artikeli vowel sound with singular noun, ya'ni unli tovushlar bilan boshlanadigan birlik otlar oldidan ishlatilinadi. Ularga misol an apple, an egg, an hour. Ya'ni apple so'zidagi a bizda unli, shuning uchun ham an artikel ishlatamiz. Egg so'zidagi e ham unli bo'lgani uchun biz an artikeldan foydalanamiz. Xuddi shunday hour so'zi, ya'ni bu hour soat degani, hour deb unli tovushni ishlatamiz talaffuz qilayotganda. Shuning uchun ham biz an artikelni ishlatamiz. E'tibor bering, sound ya'ni tovush muhim, harf emas. The artikeli qachon va qanday holatlarda ishlatilinadi? The artikeli bu specific things, ya'ni aniq bo'lgan narsalarga nisbatan ishlatamiz. Misol uchun the sun, the teacher, the book on the table. Xo'p, the sun ya'ni bu quyosh degani. The sun deganimizda biz bilamizki, yer yuzida quyosh bitta va aynan qaysi narsa haqida gapirayotganligimiz aniq bo'ladi. Shuning uchun ham the artikelni ishlatamiz. The teacher ya'ni aynan qaysi ustoz haqida gapirayotganingiz aniq bo'lsa ham the artikelni ishlatasiz. The book on the table, stol ustidagi kitob deyilyapti. Ya'ni aynan qaysi kitob haqida gapirayotganligimiz aniq bo'lganligi uchun ham biz the artikelni ishlatdik. E'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsalar. Common mistakes bu doimiy ravishda qilinadigan xatolar. Hozir o'rgatganimdek biz an university emas, a university deyishimiz kerak. Ya'ni bizda muhimi harf emas, tovush hisoblanadi. A hour emas, an hour ishlatishimiz kerak. Ya'ni an bizda muhimi tovush. Hour a bilan boshlanganligi uchun ham biz an artikeldan foydalanamiz. Artikellar mavzusi tushunarli bo'lgan bo'lsa, ushbu 3 ta mashqni birgalikda bajarib ko'raylikchi. Birinchisi notebook. Notebook so'zi bilan biz qaysi artikelni ishlatamiz? O'ylab ko'ring. Albatta, notebook so'zi bilan biz a artikelni ishlatamiz. Ya'ni to'g'ri javob bu yerda a bo'ladi. Nega? Sababi an bizda undosh consonant sound bo'lganligi uchun ham a artikelni ishlatamiz. Ikkinchisi eraser, o'chirg'ich. Bu so'zning oldidan biz qaysi artikeldan foydalanamiz? Albatta, an artikeldan foydalanamiz. Chunki bu vowel sound, ya'ni unli tovush bilan boshlanganligi uchun ham an artikeldan foydalanamiz. Va oxirgisi the. To'g'ridan to'g'ri, uchinchisining to'g'ri javobi bo'ladi. Nega? Chunki moon, oy dunyoda, ya'ni yer yuzida bitta va biz aynan oy deganda qaysi oy haqida gapirayotganligimizni bilamiz. Shuning uchun ham bu yerga the artikelni ishlatamiz. Artikellarni bir-biridan farqini oson tushunib olishingiz uchun ushbu qoidani yozdim. E'tibor bering. A artikeli consonant sound, ya'ni undosh tovushlar bilan boshlanadigan otlar oldidan. An artikeli esa vowel sound, ya'ni unli tovushlar bilan boshlanadigan otlar oldidan. The artikeli esa specific things, ya'ni aniq narsalar haqida gapirganimizda ishlatamiz.
Artikellar mavzusi tushunarli bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib, like bosish esingizdan chiqmasin. Xudo xohlasa, keyingi videolarimiz bundan-da manfaatli bo'ladi va har kuni har bir ingliz tilidagi mavzularni ketma-ketlikda tushuntirib, video joylab boraman. Shuning uchun obuna bo'lib, kuzatishda davom eting. Barchaga rahmat, xayr, salomat bo'ling.